2026-yil 1-yanvardan soliq siyosatini takomillashga qaratilgan qator o'zgarish va yangi tashabbuslar amalga kiradi. Navbatdagi lavhada mazkur o'zgarishlar haqida hamkasbimiz Malohat Haqberdiyeva xabar beradi. Eng yaxshi soliq to'lovchi mahallalar 2 milliard so'm miqdorida rag'batlantiriladi. Ha, siz to'g'ri eshitdingiz. Joriy yilning 1-yanvaridan boshlab eng yaxshi soliq to'lovchi mahalla nominatsiyasi joriy etiladi. Bunda g'oliblarni aniqlash bo'yicha mezonlar belgilangan bo'lib, ushbu asosida har yili 1-yuztalikka kirgan mahallalarga davlat byudjeti hisobidan 2 milliard so'm miqdorida mablag' ajratiladi. Ajratilgan mablag'lar fuqarolar yig'ini kengashining tegishli qarori asosida faqat ushbu mahalla hududida mavjud infratuzilmani yaxshilashga yo'naltiriladi. Shuningdek, mol-mulk va yer solig'ini undirishda ham elektr energiyasining billing tizimidan foydalaniladi. 1-yanvardan boshlab Namangan viloyatida jismoniy shaxslardan olinadigan mol-mulk va yer solig'i bo'yicha umumiy summasi 1 million so'mdan oshgan soliq qarzdorligini undirishda elektr energiyasining billing tizimi mexanizmidan foydalanish joriy etiladi. Eksperiment natijalari asosida mazkur tizim 2026-yil 1-oktyabrga qadar boshqa hududlarda ham joriy etiladi. Endilikda siz to'layotgan soliqlaringizni nimalarga sarflanayotganligini kuzatib borishingiz mumkin. Buning uchun esa ochiq byudjet portali orqali jismoniy shaxslarning soliqlar xarajatlari moduli ishga tushiriladi. Ochiq byudjet axborot portalida jismoniy shaxslar tomonidan to'langan soliqlar hisobidan amalga oshiriladigan byudjet xarajatlari ma'lumotlarini o'zida aks ettiruvchi mazkur modul orqali jismoniy shaxs tomonidan muayyan davrda to'langan daromad solig'i, mol-mulk solig'i va yer solig'i to'g'risidagi ma'lumot, to'langan soliqlar evaziga davlat byudjetidan amalga oshirilgan xarajatlar to'g'risidagi ma'lumotlar doimiy ravishda e'lon qilib boriladi. Ya'ni fuqaro muayyan davr mobaynida qancha daromad solig'i, mol-mulk solig'i va yer solig'i to'laganini, shuningdek, aynan shu mablag'lar hisobidan davlat byudjeti tomonidan qanday xarajatlar amalga oshirilishini ochiq ko'rishi mumkin bo'ladi. Bu ma'lumotlar doimiy ravishda yangilanib, e'lon qilib boriladi. Shu bilan birga mazkur modul byudjet mablag'laridan foydalanishda shaffoflik va hisobdorlikni ta'minlaydi. Bu esa ochiq, adolatli va javobgar davlat boshqarishini shakllantirishga muhim qadam hisoblanadi. Shuningdek, O'zbekistonda savdo va xizmat ko'rsatish sohasida faoliyat yurituvchi barcha korxonalar uchun elektron to'lovlarni qabul qilishda yagona QR kod joriy etiladi. 2026-yil 1-yanvardan boshlab barcha elektron to'lovlar banklarda generatsiya qilingan yagona QR kod orqali amalga oshiriladi. Eng muhimi, yagona QR kod tadbirkorlarni turli banklar, alohida terminallar yoki bir nechta QR kodlardan foydalanish zaruriyatidan xalos qiladi. Xaridor qaysi bank yoki to'lov ilovasidan foydalanishdan qat'iy nazar bitta QR kod orqali to'lovni amalga oshira oladi. Bu yangilik avvalo tadbirkorlar uchun qulaylik yaratadi, xizmat ko'rsatish sifatini oshiradi va naqd pul aylanmasini qisqartiradi.